kapilli arasheniya nima degan savol. Kapilli arasheniyada mana misol uchun hovuz qilamiz deyshadi. Hovuz nima uchun kerak bo'ladi? Hovuz 3 ta holatda kerak bo'ladi. Birinchidan, skvajina urilgan bo'lsa, yer tagidan muzli suv chiqqan bo'lsa, quyosh nuriga to'yinmagan elementlar bo'lmagan suv bo'lsa, u uchun hovuz qilish kerak bo'ladi. Suv tanqis joylar bo'lsa, u uchun hovuz qilinish kerak bo'ladi. Suv o'ta loy joylar bo'lsa, ya'ni juda ham kir suvlar bo'lsa, uni tindirib olib turib, kapilni tiqilmas uchun tindirib olib turib berish uchun ishlatiladigan hovuz shu holatda 3 ta holatda kerak bo'ladi. Endi kapilli arasheniya nima uchun kerak? Faqatgina daraxtni sug'orish uchun emas, o'g'itdan ekonom qilish uchun, daraxtni to'g'ri parvarish qilish uchun kerak. Daraxtimizni, ko'chatimizni agar bitta bizni farzandimiz deb qaraydigan bo'lsak, kapilli arasheniya uni nimasi? Kitobi, ruchkasi, daftari, hamma narsasi. Endi bu kapilli arasheniya bu daraxtni to'g'ri parvarish qilish, to'g'ri effektga olib chiqish, to'g'ri kalibrovkalari, ranglari bir xil bo'lish uchun mevani parvarish qilish uchun kerak bo'ladigan xizmat qiladi. Kapilli arasheniya shu uchun xizmat qiladi. Endi biznikilar kapilli arasheniya qilganda ko'pchilik daraxtga qarab turib kapilni tortib yuboradi. 8 gektarmi bu? Yo'q, kapilli arasheniya qilganda nimalarni hisobga olish kerak? Birinchi o'rinda iqlimni hisobga olishimiz kerak. Ya'ni chunki bitta hozir faqat daraxt o'ziga suv emas. Iqlim issiq bo'ladigan bo'lsa, ispareniya bo'lib yerdan namlik ko'tariladi. Buni hisobga olish kerak. Lalma joylar bo'lsa, erta doim shoboda bo'ladi. Shoboda xuddi mana misol uchun restoranga kirsiz, qo'lingizni yuvsiz, qo'yib qo'ygan fuflaydi, qo'lingizni quritasiz, sochingizni quritasiz. Ya'ni shoboda bor joyda yerdan namlik yana qochadi. Buni hisobga olish kerak. Ko'chatni turi, qanaqa ko'chat? Hamma ko'chatlar suv iste'mol qiladi, lekin qaysidir ko'chatlarga nisbatan qaysidir ko'chatlar ko'proq suv iste'mol qiladi. U ko'chatni turiga qarash kerak. 1 gektarda u ko'chatdan nechta ekilgan, nechiga necha sxemada ekilgan. Deylik 5 ga 3 sxemada ekilgan bo'lsa, demak 660 ta ko'chat ketgan. 660 ta ko'chatga har bir donasiga deylik hozir 1-chi, 2-chi, 3-chi yoshlarida deylik har kun 2 litrdan 3 litrdan suv kerakdir, misol. Lekin 10 yoshga chiqqandachi, 10 yoshga chiqqanda demak unga 5-6 litr suv kerak bo'ladi. Undan tashqari ustida mevasi bor-ku, mevasi uchun ham suv kerak. Demak, endi 6 litr va 10 litr suv ichadi bitta daraxt. Yoki 15 litr suv ichadi. Bularning hisobini olib turib, kapilli arasheniya hisob kitob qilinadi. 1 yil, 2 yil, 3 yil emas. Daraxt massiviy katta bo'lgan, eng katta 10 yoshga kirganda, massiviy hosilga kirganda qancha suv iste'mol qiladi. Buni hisob kitobi qilinadi. Ana undan keyin kapilli arasheniyani hisob kitobi chiqadi. Ya'ni daraxtga suv berish, quyosh hisobiga ispareniya bo'lib yo'qolishi, shobodani hisobiga ispareniya bo'lib yerdan namlik qochishi, bularning hammasi. Plus aytish esimdan chiqdi, turpoq ham hisobga olinadi. Misol uchun og'ir tuproqlar bor. Sug'organingizda namlikni o'zida ushlab qoladi. Turpoqlar. Toshli, qumli bo'lgan turpoqlar bor. Ularda suv tez qochadi. Bu joylarda driplar hisobga olinishi kerak. Ya'ni qancha santida bo'lishi kerak? 1.6 bo'lishi kerak, 1.2 bo'lishi kerak, necha bo'lishi kerak? Bular hisobga olinadi. Ya'ni kapilli arasheniya ekan deb tortib ketilolmaydi. Mana shu hamma narsa aytgan narsalarning hisob kitob qilinadi. Ana undan keyin nechilik kapilli arasheniya tortish kerakligi hisob kitob qilinadi. Demak, deylik 1 gektarimizga bizga yozni chillasida 40 tonna suv kerak ekan. Misol. Endi hop 3-yoshida 20 tonna kerak bo'lib turganda, massiviy hosilga kirganda 10 yoshga borganda 40-45 tonna suv kerakdir. Biz hozir pastdan 110 litrbada va 80 litrbada tortib, dalani o'rtasiga borganda 50 ga tushirib, bosim tushib ketmasligi uchun, dalani oxiriga borganda 40 litrbada tortib ketsak-da, bizga 2-3 yil sug'orib beraveradi. Lekin daraxt katta bo'lgandan keyin, ustida hosil ko'paygandan keyin, erta ko'proq suv iste'mol qilgandan keyin yoki qumliq turpoq bo'lsa, suv ko'p ketadigan turpoqlar bo'lsa, ko'proq suv kerak bo'ladigan bo'lsa, endi yerda tagidagi bosim ko'tarilmay qoladi. Yetkazib berib 2 soatda sug'orishingiz kerak bo'lgan kartezni 6 soat sug'orishingizga to'g'ri keladi.
Bu degani elektr расход degani. Bu degani siz 6 soat bitta kartani sug'orsangiz, keyin eng oxirgi kartaga borguningizgacha 4 kun vaqtingiz o'tib ketadi. Erta suv yetishmovchiligidan mevasini to'kib olishi mumkin. Shuning uchun shularni hisobini olgan holatda kapillarashinani hisob kitob qilinadi. Endi dunyoda eng kuchli 3 ta firma bor. Netafim, Nandan Jane, Revelis. Netafimda bor narsa Jane'da yo'q, Jane'da bor narsa Netafimda yo'q. Misol uchun Netafimning shlankalari, turbalari zo'r. Ya'ni turklar basınç ayarli deydi. Ya'ni lalma yerlarda ham eng yuqori nuqta bilan eng past drip bir xilda ochadi. Ikki atmosfera bo'lmagungacha ochilmaydi. Ichi to'ladi, atmosfera 2 barga chiqadi, shunda ochiladi. Jane'da avtomatik kranlar bor, avtomatik filtrlar bor. Yig'ish kerak, yig'ib tayyorlash kerak, qilish kerak. Har doim hamma narsani zo'rini qilish kerak. Misol uchun Mercedes mingimiz kelyapti-ku. Shunga intilamiz. Yaxshi yashagimiz kelyapti-ku, shunga intilamiz. Hamma narsani biznesda arzon, qimmat degan narsa yo'q. Biznesda sifatli, sifatsiz degan narsa bor. Sifatiga qarab narx belgilanadi. Arzon degan narsa demak sifatsiz. Shunga qarab narx belgilangan. 10 so'm. Qimmat degan narsa 50 so'm. Chunki buni sifati zo'r, shunga qarab narx belgilangan. Nimaga siz misol uchun bitta xodim, suv sug'oradigan xodimingiz borda, oyiga 3 million so'm oylik berasizda, 10 million so'm emas. Chunki uni agro bilimi yo'q. U sug'orishni biladi xolos. 3 million berasiz. Lekin agronomingiz bor. Sizni ko'chatlaringizga qaraydigan, bog'laringizga qaraydigan, to'g'rimi? Uni bilimi bor. Siz unga 10 million berasiz. Nimaga? Men hozir tushuntirish uchun aytmoqchi bo'ldim. U odamdan bu odamning farqini insoniylik sifatida ikkovi ham bir xil men uchun. Ilmiy darajasiga qarab turib maosh, pul berasiz. Ya'ni aytmoqchimanki, biznesda arzon qimmat degan narsa yo'q. Biznesda sifatli va sifatsiz degan narsa bor. Bozorda ham, hayotda umuman. Biznikilar faqat bu arzon ekan, bu qimmat ekan deydi. Yo'q, bu sifatli ekan, bu sifatsiz ekan deb qarashimiz kerak o'zi aslida. Rahmat. Yaxshi.